Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli kişi pidayla ikranın kürmanları hemmelarınki muşu vakti ve bugünkü kinki vakti hayırlı olsun. Pidayla ikranınki Kur'an'ın nezer programınınki 76. kısmında da sizler bilen yine görüşüşke nisip oldu. Bugünkü dersininki asas temisi de savap tuzuqı degan tema oldu. Bunun da savap celip kılarlık bilen emmeylerinin hiyalını bayqılılgan acayip bir küç. Lekin o nereden menbelengen, kanda peyda olgan, kim kapalet bergen, kaçan, kanda, kançılık degendek taraflarda Kur'an'daki belgimlerge bir nazar salayla. Eserlerden biri aldınıp kitabatkan insanlığımız emde bolsumu hekni tunup yesun, aldınışlarga hatimi bersun degen ümitde bugün bu Kur'an'da nazar programınınki 76. kısmında sizler bilen birge. Assalamu alaikum ustozlar, qanday ahvolar, yaxshimi? Aleyküm assalam. Vallahi Bu programda Londondan Kerem Zahir ustoz sunyapti. Men riyosatchilik qilyapman. Oq maydonda bizniki Pidoyi qarindishimiz Ahmad Qashqar Pidoyi birlikte üçeylen hemkarlık sunyapmiz. Bugün 76. kısımda yüz görüştüğü günüge Allah'a min qattiq şükür. Ustoz, bugün şu savap tuzuqi deb qo'ydi qanday. Nemiş desek endi bu bizning jamiyatda ani qilsang manchilik savab, mani qilsang manchilik savab deb savab bilan odamlarni bek nima ketadi, aldab ketadi. Xuddi ibodat go'ylam, ibodat shu xuddi buddistlarga o'xshash, roiblarga o'xshash. İbadet bolsam boldu. O dünyalıktan neri beri buluşumuz gerek diyenge okşaş. Moşunda hata düşünceler bilen bizim milletinki Müslüman keng halk ammasınınki nelerde qalğanlığı közümüzge yüzümüzdeki 5 koludaklar, 5 parmağımızdaklar iniq görünevatıdı. Moşu savap doğruluk Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Özleri bir moşu doğruluk sözlep bergen baslar. Assalamu alaikum. Dünyanın aqası yerleri hörmetli qarindaşlar. Hemmelarning şu vaqt xayrlik bolsun. Aleykümselam. Qarindashimiz Abdulaziz Beşto'raq hazır tunuştuğandek. Bugün savap tuzuqi degan mavzu to'xtaldi ekanmiz. Bu savap deganni aslida to'g'ri bir kelima bo'lsa-mu, ammo uni tarixda bizga nurg'un o'rinlarda tuzaq qatorida qo'llangan bo'lg'achqa bu nemani darsning o'zini savab tuzuqi deb o'zi atagan bo'ldik. Aslida bundoq bo'lmaslik kerak edi. Savab degandan to'g'ri bir shaklda tushuntirilishi kerak edi. Ammo bu keyingi vaqtlarda tuzaqqa aylanganligi uchun insonlarimizning o'zini vayron qiladigan bir tuzaqqa aylanganligi uchun buni savab tuzuqi, savobni tuzaq tarafining o'zini, ya'ni to'g'ri tarafini hech bir zaman tanqidlamaymiz, tanqidlab baxmadik zaten. Ammo uniki haddan eshib ketgan, tuzaqqa aylantirilgan tarafining o'zini tanqidlash maqsadida bu mavzuda to'xtalish oldi turyapmiz. Savab deganda asli Qur'oni Karimda buni jazo yoki mukofot, ya'ni shu qilgan ishiniki netinchisi qatorida Alloh taolo bayon qilganlik. Misol Estağfirullah Sura Nisa'niki 134-oyatida "Men kana yuridu savabad dunya fa indallahi savabud dunya vel ahire ve kana Allahu semian basira" degan mush oyatning o'zida
Dünyada bir insan netinci kazanmakçı olsa Allah Teala şu dünyada onu bir netinci kazandırdığı ahirette mi netinci kazandırdığı eğer o insan dünya ve ahiretlik netincinin özüne kazanmakçı olsa bunu Allah Teala kazandırdığı hakkında bayan verdi. Yani bunun hemmesi neymi bolup diye vaxtıda yani bu Sure Ali İmran'daki 195. ayette bunu tefsila bayan kılıp قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء degan ayetning oxirisida فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ degan muşu ayetlerde onu bayan kılıp. Yani bu ayetdeki umum mazmunuga qaragан vaqtida insonlar dunyoda qilgan ishiniki dunyoda oldigan netinchisi va oxiratda oldigan netinchisi qatorida bayon qildi. Savob deganni shundoq bir narsa degan qilgan ishi va endi bu qilgan ish to'g'riliq biz yuqorqi darslarda yomon jiq bayonlarda bo'ldik. Har bir insonga buyurgan ishda Alloh taolo taqvo kelimasini ishlatdik. Bu taqvo to'g'risida to'xtalgan vaqtda buni alohida to'xtalgan bo'ldik. Taqvo kelimasi birlashmagan holatdagi ijroat tamoman xato bo'lganligini Alloh taolo bayon qildi. Masalan, namoz o'qigan odammi taqvo nimasiga tushmasa, taqvo o'zi bir o'lchimiga tushmasa, jihad qilgan insonlarmi taqvo o'lchimiga tushmasa, xayr ihson qilgan insonlarmi taqvo o'lchimiga tushmasa, u odamlar aslo o'zi Allohning oldida yaxshi o'zi bir mukofotga erisha olmaydiganligi haqida yuqorqi darslarda to'xtaldik. Buningdan yana shu hisob bo'ldi. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda bir odam jihad qilgan bo'lsa, u jihadning o'zini o'z o'rnida, o'z vaqtida shuning o'zi shu zamonga loyiq holatda qilmagan vaqtida u jihad tamoman o'zi savob ayirib qolib qolsin, jinoyat o'pmoqdi. Misol bizniki nurg'un qarindoshlarimiz nurg'un yerda Afg'onistondaymiz, Suriya, Iroqdaymiz, shunday yerda bunda jihad qilamiz deb yugurib yurgan qarindoshlarimiz bor. Bugunmi ko'rdik misol shuniki yugurib yurgan yerlarni. Jihad qilish degan bir kelimani tutib olish va shuning qarta harakat qilish tamoman o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Jihad qilish u bir farz bo'lsa, jihadni o'z joyida qilish, ya'ni o'zniki dushmanga qarshi qilish va o'z vaqtida qilish. Bu o'zi nihoyatda muhim bir masala. Agar u odam o jihadning o'zini, o kurashning o'zini o'z joyida qilmasa, boshqa yerga berib o'ziga dushman bo'lmagan insonlarga qarshi kurash qilsa, savobni deb. Hozirgi vaqtda savob uchun ketyapti bular. Bu odamlarga Allohning dargohida aslo savob bo'lmaydi. Allah Qur'onda deydi buning o'zini. Masalan, bir odam xayr ihson qilgan bo'lsa-mu, xayr ihsonni taqvolik bo'lmagan xayr ihsonda hech qanday savob bo'lmaydi. Masalan, u xayr ihsonni bir yerga qilib, u xayr ihson qilingan insondan bir narsa kutish. Ash odam o'zi keyin men bir ish ko'rsam, ishim menib qolar. Yoki bo'lmaydi, men bu odamga bergandikim bir narsaning o'zini u o'zi mening oldimda menga hurmat qildigan bo'lar. Hech bo'lmasa hurmat tamo qilib, yoki bo'lmaydi o'zining ishiga yaraydigan bir ish tamo qilish maqsadida qilgan bo'lsa, u odam taqvolikning o'zini, xatolikdan saqlanmagan bir xayr ihson qilgan bo'ladi. Uning hech qanday savob bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash, masalan, hozir qilinayotgan ishlarda bizniki qarindoshlarimizniki jihad degan bir maslik kelgan vaqtidami, jihadni Alloh taolo o'zining dushmaniga qarta, ya'ni sizlarga kim tajovuz qilgan bo'lsa, shuning qarshi kurash qilsanglar, bu jihad bo'ladi. Ya'ni u jihadni o'zining dushmaniga qarshi kurash qildigan vaqtida u jihadning har turlari bor, masalan. Bir zamonlar bo'ladi, o'zimizni tayyorlaydigan zamonlar bo'ladi.
hech qanday ish qilmay turib bolalarimizni o'qitib, sonimizni ko'paytirib qilgan bir zamonlar bo'ldi. Uningdan keyin uning o'zi tayyorlik qilgan zamonlar bo'ldi. Dushmanimizniki zodi shu kurashni boshlag'ichilik, shu amaliy kurashni boshlag'ichi orliqda tamoman tayyorlikni hamma tarafdan tayyorlik qilib o'zimiz zodi shosh turishimiz kerak. Shuni ishni boshlaydigan zaman kelgan vaqtida endi yana men shunday qalam ko'rishi yoki bo'lmaydi namoyish qilgandek bunday ko'rish qilim deb turib olishning o'zi tamoman xato bo'ldi. Yani demakchi o'g'il nima desa, qurolliq kurash qildigan vaqtda qurolsiz kurashlarga intilish, qurolsiz kurash qildigan vaqtda qurolliq kurashga intilish yoki o'z vatanidagi o'ziga qarshi dushmanga o'zining dushmaniga qarshi kurash qildigan yerda uni tashlab qo'yib, boshqa bir yerdagi o'ziga dushman bo'lmagan insonlarga qarshi kurash qilish. Yani buning hammasi nima degan vaqtida taqvoliq bo'lmagan kurash bo'ldi. Yani xatolikdan saqlanmagan, xato qilgan kurash bo'ldi bunday aytgan vaqtida. Buniki o'zi hech qanday Allohniki dargohida savob bo'lmaydi. Yani u yerda sen o'sha yerda kurash qilsang, jannat kirsa, ani qilsa, mani qilsa, mandaq savob olsa deb, bu yer savobdan iborat bir to'zoqning o'zini tayyorlaganligi va bizniki bu yerdagi qarindoshlarimiz yo desa, berib shu to'zoqqa dastiganligi hisoblanadi. Yani bu bizniki xato, yani savob degan bir to'zoqning sababidan millatimizniki ichida nurg'un insonlarniki xarob bo'layotganligi, vayron bo'layotganligini musharni ko'rib olamiz degan. İlim o'qigan vaqtda degan vaqtda ilim o'qigan vaqtdami taqvoliq hisob qilindi. Yani bu nima degan bo'ldi degan vaqtda biz misol Uyg'ur millati, Sharq Turkistonlik unda bo'lgandan keyin biz ilmni o'qishimiz lozim boshqa yerdan, ammo u ilmni millatimizniki ilm sohasidagi bir bo'shliqni to'ldirib, millatimizni taraqqiy qildirish, millatimizning o'zini shu sohada o'zi yetaklash, to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida o'qishimiz lozim. Bu o'zi to'g'ri bir o'qish bo'lgan bo'ldi. Agar biz boshqa yerga berib bilim o'rganmay, boshqa millatning madaniyatini, urf-odatlarini ilm qatorida aklib, xalqimizga uning o'zini din nomi tashkil qilish orqali o'z madaniyatimizni, o'z urf-odatimizni o'zini vayron qilish maqsadida yoki o'z urf-odatimiz, madaniyatimizni sat ko'rsatish bilan o'zi boshqa millatning madaniyatiga, boshqa millatning urf-odatiga millatimizning o'zini yuzlantirish, uning kirishni tashviq qilish bu o'zi xato ilm o'rgangan bo'ldi. Yani bu isrof qatorida nima qiladi? Qur'onda buni isrof deydi. Bu o'zi birinchi xato ilm o'rganish jarayonida o'zining hayotini isrof qilganlik hisoblanadi. Ikkinchi degan vaqtda millatga milliy kimligini vayron qilish, millatga xoinlik qilish, millatniki o'zi milliy madaniyat, milliy urf-odatlariga xoinlik qilish badiga u o'zi millatga ziyonkashlik qilgan bir xiyonat yo'q hisoblanadi. Unda bo'lgandan keyin bu ilmniki hech bir zaman o'zi ahamiyat bo'lmaydi. U yerda ham u odamlar nimaga dastagan bo'ldi desa, diniy ilm o'qisa qanday savob bo'ladi degan qancha savob bo'ladi. Misol o'zi nurg'un rivoyatlar bor. Shu diniy ilmni o'qish uchun bir qadam mangsa, u odamga qanchalik savob berilganligi haqida shunday yozilgan o'zi nurg'un shunday rivoyatlar bor. Shunday rivoyatlardagi savob degan to'zoqqa dastash orqali arab urf-odatlari, arabning madaniyatlari bu narsani o'qish orqali millatga misol shuni din ko'rsatish bedligi sog'an ziyonlari qarta u odam hech qanday savobga erishamaydi, hatto jazoga erishadi qiyomat kuni degan gap. Yani bundan nurg'un qarindoshlarimiz bizni xato bir narsani his qilishi mumkin. U narsa nima desa, arab dushmanligi paydo qilyotdi deydigan bunday ko'z qarashlar paydo bo'lishi mumkin. Bizda arabga dushmanlik qilgan hech qanday o'zi nemimiz yo'q, niyatimiz yo'q. Arab bizniki zaten dushmanimiz emas, do'stimiz emas, hech narsa emas, bir insonlar ular. Vaqt kelsa do'st bo'lamiz desa, do'st bo'laveramiz, hech qanday bir problem yo'q. Ammo bu hech qachon boshqa millatniki do'stligini millatimizniki vayron bo'lishining ustiga qo'ymasligimiz lozim. Ya'ni millatimizniki vayron bo'lishi yoki savob degan bir narsaniki borasida u millatimizni vayron qilish badaliga boshqa millatniki madaniyat, til va u boshqa millatniki
din nomida o'rgangan narsamizni millatni o'zi vayron qilish bedliga qilmasligimiz lozim. Bu o'zi bizni savob degan bir jumla so'z orqali bir o'zi to'zoqqa tushganlik hisoblanadi misol. Onun o'xshagan nurg'un narsalar var. Misol yilg'i hajji qilish. Ömür hajji deb hozir tep qoldi Yevropada qishincha kun ko'rish uchun bo'lsa-mu, hozir sayohat qilamiz deb shu Arabistonga berib, Makka Madinaga berib aylanib keldigan shunday ishlar nihoyatda avjab ketdi. Yevropadami 5 kun, 10 kun, 20 kun aşağısıga berib aylanib nim qiladi endi. Ömür hajji deydi uni. Ama bu mu bir tozaq? Yani savab bo'ladi degan tozaqqa asosan bular qanday qiladi desa, haram aşağı borgan bo'ladi, berib shu yerda o'zi shu Ka'bani aylangan bo'ladi, o'zi haj qilgan bo'ladi, andan keyin o'zi nurg'unlagan savobni olgan bo'ladi. Ama amaliyat ko'rgan vaqtda, amaliyatda o'zimizniki nurg'unlagan iqtisodga ehtiyojimiz var misol. Biz bir mustamlik bir millat, mustamlik bo'lib odatdagidek bir mustamlik emas onun ustiga. Dahshat bir mustamlikaga tushib qolgan bir millat. Bundaq millatniki nurg'unlagan o'zi tashkilotlari bo'lish kerak. O tashkilotning ichida xalqaro o'zi nima ishlarni qilish uchun nurg'un odamlarimiz o'ynoq menish kerak. Buningga tamoman pul kerak misol. Bu pulning o'zini biz shundaq o'zimizni qutqizdigan, o'zimizning bolalarini qutqizdigan, mana shundaq kelajagimiz uchun dasma selishning o'rniga savab olamiz deb bu savab tuzuqqa asoslanib turib, biz haramga berib, shu arablarga tashlab berib, kelayotganligimizning o'zimiz degan vaqtda bu bizniki nihoyat xato bir ishni qilganligimiz, savab degan bir tuzoqqa dastash orqali aşağı berib, o'zimizniki topgan taginimizning o'zini shu yerga tashlab berib, o'zimiz uchun xashlamaslikdan iborat bunday bir xato ishni qilganligimiz bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerga dars nima degan vaqtda biz her qandaq narsaga savab bo'ldi degan vaqtda uni bir qancha qatim o'ylanishimiz va Qur'oni Karimdagi shu sohaga kirib turib, rost qandaq bo'lgancha savab bo'ladi. Shu ishning o'zini takror qilaversak savab bo'laveramdi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom Makka tug'ilgan bir odam hayotida shu Makkani fath qilgan chaqda bir qatim berib tavob qildi shu Makkaning o'zini. Uningdan boshqa vaqtda berish imkoni bo'lsin, bormabdi. Undaq bo'lgandan keyin biz nima uchun yilg'i bor ekanmiz degan narsaning o'zini o'ylash lozim. Yani payg'ambar, hattoki butun payg'ambarlar Qur'oni Karimni aytib ko'rmoqchi bo'ladi. İbrahim alayhisalom shu Ka'bani sog'gan bo'lsa, Ka'bani sog'ganini tortib toki Muhammad alayhisalomgachilik orliqda hech qanday bir payg'ambar Ka'bani tavob qilgan payg'ambar yo'q. Musa alayhisalom, İsa alayhisalom, Zikriya alayhisalom, Yunus alayhisalom bo'lsin, Yaqub maydu, Yusuf alayhisalom bo'lsin, bütün payg'ambarlar, shu o'tir sharqda yashagan payg'ambarlar hech birisi haram ko'rib kelaydi deb o'tirib, Ka'baga o'zi haj qilish uchun kelgan bir payg'ambar yo'q. Misolda faqat payg'ambar alayhisalomni Makkani fath qilgan vaqtida ziyorat qilgan faqatla. Bo'lmasa Makkani fath undan keyin o'zi berish imkoni bo'lgan vaqtdami bormagan. Kelar yili Abu Bakrning o'zini Makkaga evatgan vaqtdami nima sababni evatgan degan vaqtida mushriklar mushildan keyin Ka'baning o'zini, ya'ni Makkaga o'zi kirishgan, haramga kirishga bo'lmaydi degan e'lonni anglatish uchun Baroatu minallohi va rasulihi degan o'zi oyat shu vaqtda tushgan. Ashniki oldidagi o'zi bir qancha oyatning o'zini shu yerda yetkazish uchun Abu Bakrni o'mak boshliq qilib shu yerda evatgan payg'ambar alayhisalom. Bo'lmasa hech bir sahobaning o'zi yilg'i umr hajjiga berib aşağıda iş qilsak, aşağıda o'zi ibodat qilsak, ibodatimiz yomon o'zi jiq savob bo'ldi degan o'zi savobning to'zoqqa dastash orqali aşağıga berib jugan emas. Uningdan boshqa nurg'unlagan ishlar bo'ldi, shu ishlarni qilgan misol. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda bizniki o'zimizga nihoyat cho'ng hozirgi vaqtda iqtisod kerak bo'layotgan shunday bir sharoitning o'zida biz iqtisodimizning o'zini nari yo'qlan bir ishning o'ziga sarf qilishimiz bu biz uchun cho'ng bir o'zi jinoyat ham xatolik. Yani bundaq ishni qilish orqali biz aslo o'z savob topolmaymiz. Savob
birinchi o'zimizni va o'zimizniki oilasini, o'zimizniki qarindoshlarimizni, butun millatimizni va vatanimizni qutqizishdan iborat. Bundan ortiq savob dunyoning hech qanday yerida bo'lmaydi. Ya'ni u yerda vatanni qutqazgan vaqtida biz borlig'imizni va butun xalqimizni, ya'ni million xalqimizni qutqazgan vaqtida buning savobi millionlagan savoblar bo'ladi. Bu vaqtda biz haqiqatan Allohning oldida bir savobga erisha olamiz misol. Yana shu ashundaq savoblarniki tuzug'idan yana bir nima degan vaqtida rivoyatlarda bor, kimki haramda 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Kimki Masjid Nabaviyda 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Kimki Masjid Aqsoda 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savobi bo'ladi. degan mushundaq bir tuzoqni qurish orqali musulmonlarni davomli aşağı berib, pulini aş arablarga berib, arablarni beqish maqsadida arablar sayohatning o'zini kuchaytirish uchun bundaq bir narsani o'zi shu vaqtda o'ydirib chiqargan. Uning uchun bu o'zi butunlay bir tuzoq misol. Biz bu haramniki Kabe'ning ichiga hozir hech kim kiramaydi-ku. Kabe'ning ichida turib 2 rakat namoz o'qiganlik bilan Yevropaning har qanday bir yerida turib 2 rakat namoz o'qiganing hech qanday farqi bo'lmaydi. Misol. Hech qanday bir yerda Alloh taolo ashad 2 rakat namoz o'qisang, uning savobini bakchiq beryaptimi? Boshqa yerda o'qisang, unchalar bermayman degan hech qanday bir yerda oyat yo'q. Ya'ni uni biz to'g'ri Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan shaklda o'qiy olsaqlar, uning savobi bo'ladi. Undaq bo'lgandan keyin biz u yerda savob bo'ladi deganning o'zini biz Qur'oni Karimdan har sohada aqtirib ko'rishimiz lozim. Ham uniki to'g'ri qilgan vaqtida savob bo'ladi. U ishning o'zini qilavergan savob bo'lmaydi. To'g'ri qilgan vaqtida savob bo'ladi. Misol hozirgi vaqtda bizning qarindoshlarimiz Suriyada shu Suriyadagilar bilan birlashib shu urushga kirib ketgan o'xshaydi, ashada tumutazani ko'tarib yurgan nemisini ko'rsatib qo'yibdi. Savob bo'ladi deb qilyapti shu qarindoshlarimiz. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda boy degankidek jihodning o'zini o'zingning jihod qilgan maydonida, o'zingning dushmaniga qarshi o'zingniki o'z jihod qilish vaqting kelgan vaqtida, pishib yetilgan vaqtida u kurashni, u jihodni qilsang, sana savob bo'ldi. Bo'lmasa boshqa yerda beshin qaygan vaqtida, putung taygan vaqtida beribdiki u yerga berib, sana hech qanday chaqilmagan odamni o'tirib, o tarafdan Allohu akbar deyotgan, ma tarafdan Allohu akbar deyotgan, her ikki taraf Allohu akbar deb bir-birini o'ltirish bilan hech qanday savobga erishamaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'zi boshqa bir o'zining dushmani bo'lmagan bir insonlarga qarshi kurash qilish bilan aslo o'zi savobga erishamaysiz. Alloh taolo bu yer Qur'on nima deydi desa, "Va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin" degan o'zi oyatni bizga bayon qildi. Bu nima degan vaqtda sen tajovuz yo'qma. Alloh tajovuzni yaxshi ko'rmaydi. Bu boshqa bir millatniki yurtiga berib, ularni o'zi o'ltirib qilishning o'zi nima desa tajovuzchilik. U odamlarni Alloh taolo aslo yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmagandan keyin buning aslo savob degan narsa bo'lmaydi degan gap. Yana shu hozirgi jihad to'g'riliq gap qilib aytgan shu gapni ko'rgandan keyin men nihoyatda o'zimni huzursizlandim. Shuniga jiqaraq o'zi bu to'g'riliq to'xtalib qolgan bo'ldik. Misol bir odamning o'zi bir Qur'onni yod olsa, u o'ziniki jamayatidan 70 pushtidan o'zi 70 odamning o'zini jannatga kiradi degan bir to'zoq bor. Qur'onni yodlasa, bu qorilarni, insonlarni qori qilish uchun shunday o'zi to'qib chiqqan bir rivoyatlar. Buni hech qanday bir o'zi uni Qur'onda bor, uningga qarata oyat, u Qur'oni Karimni haqqa tilovatihi, haqiqiy o'z o'qish, ya'ni bilish niyati bilan o'qimaganni o'qisa, ulayka yu'minuna bihi. Bu yerdagi maqsadning hammasi nima desa, ishonish, o'qib,
Onunki içindeki haqiqatni bilgandan keyin, ha bu to'g'ri bir kitobga, Allohning kitobiga deb uniga iymon keltirdi. Iymon keltirish maqsadi endi buni ishonsam bo'lamdi, bo'lmamdi deb o'tirib o'qib, haqiqiy shaklda o'qib, uning ishongan vaqtda onun savab bo'ldiganligi to'g'riliq Qur'oni Karimda oyatlar bor. Bu nima degan vaqtda, ya'ni hech narsani bilmay turib, alhamdulillahniki tarjimasining nima ekanligini bilmay turib, kecha kunduz uning o'zini yodlab, qari bo'lib, uning o'zi 30 par Qur'onni yodlayapsizmi? Uningga Alloh taolaniki bu o'zi oyatiga asoslangan vaqtda hech qanday savobniki bo'lmaydiganligini bayon qiladi. Yani qarindoshlarning ichida nurg'unliganlari shu soat to'xtalyapti. Qur'oni Karimda hech qanday uniki ma'nosini tushunmasimi, quruq o'qib qo'ysimi, uniki savob bo'ladi deb insonlarni hech bir uni tushunmay o'qishga targ'ib qilib, shunday o'zi narsalarni bozorga solyapti. Bu nihoyatda bizga o'zi to'g'ri kelmaydigan bir narsa, ya'ni o'zi bo'libmi diniy sohadagi diniy olimman deyotgan insonlarniki deyishga tegishli bo'lmagan bir narsasi bu. Bu amalni bir şu insanlarga tushuntirib, o insanlar qanday to'g'ri yo'l mangalaydi, shuning bir yordamchi bo'lishning o'rniga texim bak az radikallashib, texim dötlüşüp ketish uchun o insonlarni shunday o'zalqi tushunmay o'qisimi bo'laverdi degan yerga tortyapti. Bu nihoyatda o'zi cho'ng bir xatolik, ya'ni diniy sohadagi insonlarga diniy sohadagi qarindoshlarimiz bunday gaplarni qilishda diqqat qilish lozim. Xalqimizga to'g'ri narsani o'rgatishga, ya'ni to'g'ri bir niyatda bir narsa o'rgatishga millatimiz qanday bo'lishi qat'iy nazar bir to'g'ri bir yo'lda menish uchun yordamchi bo'lishga davomli o'zi harakat qilish lozim, shu sohada gap qilish lozim. Ammo millatimiz texmbek o'zi qora qo'saqlashib ketishiga bunday xalqqa nima qilish, kuch chiqarish, shu sohaga so'rash bu bir jinoyat hisoblanadi. Mishada bir narsa so'sam bo'ladimi ustoz? Bo'ldi. O'shalaqa savob to'g'riliq. Bu savob degan arabcha kalimami. Agar Qur'onda o bo'lsa, qaysi oyatda bor? Mushuni bir ufqim botdi. Hozir dedi mushu nimaning o'zida bak jiqgan o men bir 3-4 ta oyatni keltirib qo'ydim. Misal mushu sura Ali İmran'ning 195-oyatida Fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin min zakarin aw unsa ba'duhum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Degan muşanın özü nima degan vaqtda savob degan so'zning o'zi jazosi yoki netinchisi. Biz aytgan vaqtda netinchisi desak bo'ladi. Netinchisi degan ma'noni bildim. Demek bu nima degan vaqtda bir odam Alloh yo'lida kurash qilib, u yo'lda o'lib yoki o'ltirilib qolgan bo'lsa, o'ltirilib qolgan bo'lsa, bu odamlarga yani o'z vatanini qo'g'dash uchun, o'ziniki iffat nomusini qo'g'dash uchun, o'zining borlig'ini qo'g'dash uchun bu odam urush qilgan bo'lsa, o'ltirilgan bo'lsa, Alloh taolo deydiki, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Ularning xatolig'ining o'zini yapma deydi. Ve la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Aslında östənlər ayaq tursan cennet gördürmə. Men bunun özü savaben min indillah. Allah'ın dergahı verildiğin öz mukafat men muşu. Yani netince mavalqı jaza dep bayan qılıdı ki bu nemenin özünü jaza degenin özde hem de Arapçada jazanı iki xil şekil düşendirdi. Yaxşı jaza, yaman işki yaman jaza degендek. Yani biz yaxşı jaza dep ifadelememiz Uyghur tilde. Yaxşı mukafat. Yaxşı mukafat verdi, yaman işki jaza verdi misal. Yani yaxşı iş kelgan vaqtda savab mukafat degan ma'noga keladi. Yaman ish kelgan degan vaqtda jazo degan ma'noga to'g'ri keldi. Yana netincha degan o'zi oxirgi netincha men mushundaq bo'ldi degan xulosani chiqarsa bo'ldi. Yana o'zi Qur'onda hal suvibal kupparu makanu yap'alun degan mushu sura Mutaffifin surasindagi 36-oyatida shu savobni bayon qildi.
Hel suvi bel kupparu makanu yap'alun degenin özü kafirlar özünün qilgan ishlari qarta jazolanibdimi, jazo berilibdimi degan ma'noda ishlatildi. Ya'ni bu demakchi bo'lgan, ya'ni yomon ishlarga kelgan vaqtda jazo. Yuqorqidek yaxshi kelgan chog'da mukofot. Ya'ni mana bu sura Qasasniki 80-oyatda va qalallazina utul ilma veylehum sevabullahi hayrun min limen amene ve amile salihan ve la yaman küçükken bu xat. Ve la yulaqaha illa sabirun diyen muş ayetinin özlümü nimde diye vaqtida bu yaxshi ish kelgan vaqtida savabullah, yani Allah'nınki mukofoti degan o'zi qatorda mayda bayon qilyapti. Demak bu savab deganning o'zi, ya'ni ashundaq mukofotni jannatga olgancha jannatda o'zi hurlarni berdi ekan, manchilik uy berdi ekan, mandaq o'z narsani berdi ekan deb ashundaq narsa ashundaq mukofotlarning o'zini, savoblarning o'zini insonlarimiz ko'z tutish orqali o'z xato bir yerga menishiga o'zi sabab bo'lgan bundaq ishlarni qilish bu bir jinoyat hisoblanadi. Şoň bu yerda Qur'onda onun qarta umum bir qoida var. Bu qoida nima desa, Zalzal surasidagi 7-8-oyatda "Femen ya'mal misqala zarratin hayran yara ve men ya'mal misqala zarratin şerran yara." Hiç bir yerda hisobsiz savab beradigan, mukofot beradigan bundaq qoida Qur'oni Karimda aslo yo'q. Qur'oni Karimdagi prinsip nima degan vaqtda zarrachilik yaxshi qilsa, shuning loyiq mukofot beradiganligi va zarrachilik yomon ish qilsa, shuning qarta shuning loyiq jazo beradiganligi. Men mushundaq bo'lgan chaqda u nihoyatda o'z muvofiq bo'lganligi, ya'ni boshqa yerda Alloh taolo deydiki, "Va mallahu bizallamin lil abid." Alloh bandalarga hech qachon zulm qilmaydi deydi. Zulm qilmaydi deganning o'zi qilgan ishi qanchalik bo'lsa, shuning qarta bergan vaqtda u zulm qilmagan bo'ldi. Adolat bo'lgan bo'ldi. Adolat deganning o'zi har narsani o'z o'rniga qo'yish, o'ziga loyiq o'z narsani nima qilish, buning o'zi adil bo'lgan bo'ladi. Agar uningga qilgan ishiga loyiq bo'lmay, ya oz ya ko'p berib qo'ysa, u zulm bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Alloh zulm qilmaydi degandan keyin uni adil o'zi bitirib qildi uni. Adil bitirib qilgan vaqtda qanday qildi degan vaqtda qilgan ish qanchalik bo'lsa, yaxshi ish qanchalik bo'lsa, shunchalik shunga loyiq, yomon ish qanchalik bo'lsa, shunga loyiq jazo mukofotni berdi Alloh taolo degan bo'ldi. Savob mana shunga to'g'ri keldi, jazo mukofot deganga to'g'ri keldi bizniki tilimizda. Ya'ni savob tozug'i deganning o'zidimi, ya'ni qiyomatda bo'ladigan ashundaq o'zi kichkina bir yerda, masalan, ashunda xato bir maydonda o'lib ketgan odamning o'zimi, mana bu o'zi jannatga kirdi, bu shahid bo'ldi. Buning o'zi mana Alloh taolo uning mandaq hurlarni o'rdi deb yolg'ondan u odamlarga beminchi gap qilib, undan keyin boshqa odamlarni uning qiziqtirib bunday qilishning o'zi tamoman bir xato bir narsa. Bu savob tozug'i degani mana shu. Allah razı olsun. Qur'onda ibodat sohasida nafli ibodat haqida hech qanday to'xtalgan yer yo'q. Qur'onning o'zini shunday jiq ko'rib vaqtim, nafli ibodat bor, misol namoz o'qish, ro'za tutish haqida buyruqlar bor. Lekin bu ro'za, namoz haqidagi ibodatlarning ichida nafli ibodat qilish haqida hech qanday bir o'zi ta'limot yo'q. Chunki nima uchun degan vaqtda Alloh taolo buyurgan shu ishni qilsa, u Alloh taologa itoat qilgan bo'ldi. Ibodat degan kelimaniki lug'at ma'nosimi itoat degan ma'no chiqadi. Unda bo'lgandan keyin Alloh nima degan bo'lsa, shuni qilish itoat hisoblanadi. Shuning uchun o'zi Alloh taolo buni nafli ibodat haqida hech qanday Qur'onda bir ishorat yoki bir kelima so'z qilmagan. Endi bu nima degan vaqtda, bu rivoyatlarda degan vaqtda namozga kelgan chog'da bunda olsak nurg'onim namozga jadallashib qoldi deydi. Biz uni jadallashmaymiz. Lekin
insonlar buni to'g'ri tushunishi lozim, abartmasligi lozim, hech qanday bir narsaning o'zini joyida qilish lozim, shu vaqtda savobga erishadigan gap. Masalan, salla o'rab namoz o'qisa, salla o'rmay o'qigan namozdan uning savobi 27 ko'p bo'ladi. Jamoat bilan o'qigan namozniki jamoatga bormay uyda o'qigan namozning 27 savobi jiq bo'ldi degandek, shunday rivoyatlar bor misol. Buniki salla o'rab o'qigan namoz bilan salla o'rmay o'qigan namozniki orasidagi farqni 27 deb uning o'zini shunday savobni va'da qilib shunday qilishlik sabab nima degan vaqtida butun o'zi musulmonlarniki arab bo'lmagan insonlarni arablarniki kiyimini kiydirish, arab qilish, assimilyatsiya deymiz hozirgi vaqtida shu maqsadda shunday o'zi ishlarni qiliqliq. U sababdan yüzlerce yıl, yani o'zi Abbasiya, Umayya sulolasining ikkisini hisoblab vaqtda 550 yil shuna to'g'ri keldiki, shunday uzun yil musulmonlarniki ustida turib shunday narsalarni degandan keyin bizniki ota bobolarimiz o'zining do'ppisini tashlab qo'yib, salla o'rab namoz o'qiydigan bunday ishlar odatga aylanliq. Shuning uchun men davomli shu programmada deyapmiz, biz salla o'rab o'qiganning o'rniga o'zimizning do'ppisini kiyib o'qiganligimiz texmi afzal bo'ldi. Chunki har bir millat o'z milliy kiyimini kiyib turib, o'ziniki qaysi millat ekanligini ifodalab turib, o'ziniki musulmonligini, ya'ni mu'min ekanligini o'ziniki kiyim kechaklari bilan ifodalab turib qilgani texmi afzal bo'ldi. Chunki o'ziniki Uyg'ur musulmonlari ekanligini ifodalaydigan kiyimlar bilan namoz o'qisa texmi yaxshi bo'ldi. Ayollarımızmı özümüzdeki Uygurlarniki kiyimini kiyip durup, yaşsa Uygurlarniki kiyimini kiyip durup namaz okusa, bu teximbek yaxşı oldu. Yani devamlı Araplarning kiyimini kiyish, Arapning kiyim medeniyetiga berilish, aş kiyimni içik kirsa, İslamni içik kirganlik his qilish bu butunlay xato bir narsa. İman, e'tiqod boshqa bir narsa o'sha yurakda bo'ladi. Kiyimni içik kirgan vaqtda imonga kirganlik, undan chiqib ketgan vaqtda imondan chiqib ketganlik bo'lmaydi. Endi savop degan shu bir kelima ostida qon nimalar maqsad qilingan degan vaqtida bu o'z zamonasida ikki narsa maqsad qilingan. Umayya zamonasida boshlangan bu narsalar keyin Abbasiya sulolasi zamonasida davom qilgan. Shu vaqtda ikki narsa maqsad qilingan asos cho'ng narsalar balkim boshqa narsalar bo'lishi mumkin, ammo birinchisi arablar o'ziniki payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burungi qilib kelayotgan diniy ibodatlarni shu dinning ichiga kirdirish uchun shu savob degan narsani qo'llangan. Yani o'ziniki burungi mushrik vaqtidagi dinining o'zini asli keltirib olish uchun bu narsani qo'llangan. Ham nimada haj